Direktimga shunaqa savol kelib tushdi. Assalomu alaykum Feruz Nazrullayevna. Eko jarayonida embrion rivojlanishdan 3-kun to'xtab qolsa, bunga nima sabab bo'ladi? Ko'p holatlarda bu bitta faktorga bog'liq bo'lmaydi. Ya'ni bu savolga bir so'z bilan aniq javob berish juda ham qiyin. Aslida ko'plab tekshiruvlar, ko'plab tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, embrionlarni 3-kungacha rivojlanmasdan qolishi ko'proq hujayrani sifatiga bog'liq bo'lsa, 3-kundan keyin rivojlanmay qolishi ko'p holatlarda erkak urug'iga bog'liq bo'ladi. Ammo bu ham 100% isbotga ega javob emas. Undan tashqari embrionlarning rivojlanishiga albattaki o'tkazilgan stimulyatsiyani ham ahamiyati juda ham katta. Ya'ni qanday preparatlar bilan, qaysi protokol bo'yicha stimulyatsiya o'tkazildi, nechinchi kuni trigger berildi, nechinchi kuni punksiya qilindi, qanaqa sifatdagi hujayralar olindi, aslida qanaqa sifatdagi urug' edi. Bularni barchasi albattaki embrionning rivojlanishiga ta'sir o'tkazadi. Bundan tashqari mutaxassislarning malakaviylik darajasi, embriologlar, embrion laboratoriyani holati ham katta ahamiyatga ega. Shuningdek, eng katta ahamiyatga ega bo'lgan yana bir omillardan biri bu patsientlarni o'zligini organizmligini holati. Ya'ni surunkali kasalliklar bormi, yondosh muammolar bormi? Eko jarayoniga tayyorgarlik qilib, ya'ni imkon qadar surunkali kasalliklarni davolab, yondosh kasalliklarni davolab, defitsitlarni o'rnini to'ldirib, to'g'ri tashkillashtirilgan tayyorgarlik qilinsa, ushbu omilning ehtimolini ham kamaytirish mumkin bo'ladi. Va albattaki genetik muammolar ham ahamiyatga ega. Ya'ni ayol va erkak kishida har doim ham genetik muammolar yaqqol yuzaga ko'rinib turmaydi. Shuning uchun ko'p holatlarda bu narsa aynan eko protokolida namoyon bo'lib qolishi mumkin. Shuningdek, aslida eko protokol ba'zi holatlarda biz uchun davolash metodi emas, balki diagnostika metodi bo'lib ham xizmat qiladi. Ya'ni ko'p holatlarda deylik bepushtlikning sababi topilmaganda, ya'ni ayol kishida ham muammo yo'q, erkak kishida ham muammo yo'q, lekin homiladorlik yuzaga kelmayapti va biz bu juftlikni eko protokoliga oldik va yuqorida savolda berilgandek holat yuzaga kelishi mumkin. Aslida bu organizmda kechayotgan holatni biz laboratoriyada ko'ra oldik degani. Ya'ni organizmda urug'lanish ketadi, ammo embrionlar rivojlanmaydi yoki rivojlansa endometriya qavatiga kelib yopisha olmaydi va shu holatlarni bizda mikroskop ostida kuzatish ehtimolimiz borligi uchun, imkoniyatimiz borligi uchun eko jarayonida sababi noma'lum bo'lgan bepushtlikni qisman sababi aniqlanadi deb aytsak ham bo'ladi. Shuningdek, albattaki eko dunyo bo'yicha qilinayotganiga yaqinda 50 yil bo'ladi, ammo ko'plab muammolarni yildan yilga bartaraf qilayotgan bo'lsak